kasalligi g'alla maydonlarida uchrab turibdi. Fermer xo'jaligi rahbarlaridan iltimos qilamiz. Poliyada erinmay kirib ichkarilarni ko'rsa, o'sha g'alla maydonlarida qo'lni zang turibdi. Mana zang. Mana zang. Barcha fermer xo'jaligi rahbarlarini hushyorlikka chaqiramiz va dalalarda erinmay aylanib ko'rib, zang kasalliklari kuzatilsa ya kuzatishdan oldingi profilaktik ishlovlarni o'z vaqtida o'tkazishiga tavsiyasini beramiz. Assalomu alaykum hurmatli Sifat Agro kuzatuvchilari. Kuzatuv nazorat tadbirlarimiz davom etmoqda. Biz bugun Tayloq tumani Olmazor mahallasida joylashgan Ravshan Firdavs va Ahmedjon fermer xo'jaligining g'alla maydoniga keldik. G'alla maydonini kuzatuv davomida g'alla maydonlarida zang kasalligi aniqlandi. Zang kasalligiga qarshi Medalin Ultra preparatini gektariga 0,5 litrdan rasxod qilib qo'llab ko'ramiz. Bugungi sanamiz 10-aprel. 5-6 kunda sizlarga ta'sir etishi, zangning yo'qotilishi ko'rib, sizlarga videosini qaytadan ko'rsatamiz. Oziqlantirish uchun Evrogel gelimizdan 25-25 MPK'mizdan gektariga 1 kilogramdan rasxod qilib, ikkalasini aralashtirib birgalikda qo'llaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Yana tasvirchimizdan iltimos qilamiz. Mana bu yerda zang kasalliklari shu poliyamizda mavjud. Videomizda uni zang kasalligini ko'rsatamiz. Mana g'alla maydonlarida zang yuzi tarqalib yotibdi. Mana zang. Hurmatli kuzatuvchilar, Medalin Ultra preparatini zang kasalligiga qarshi gektariga 0,5 litrdan rasxod qilib qo'llab ko'ramiz.